Mountain View'da parkidamiz. Ish tugadi. Mana quyosh botyapti. Soat kechki 6:30. Ishdan chiqib mana keldik. Aylanib yuribmiz. Ko'pchilikka qiziq. Kaliforniyada o'zi umuman olib qaraganda Amerikada hayot qanaqaligi haqida qiziqib so'rashadi. Shu haqida ma'lumot berib borishga harakat qilaman. Butun mana shu Mountain View, Sunnyvale, mana shu Silikon vodiysida asosiy qismida shaharlar ichida mana shunaqa yashil zonalar bor. Yil bo'yi daraxtlar mana shunaqa yam-yashil bo'lib turadi. Mana shu o'tloqlar ham yam-yashil bo'lib turadi. Qish deyarli bo'lmaydi, qor yog'maydi. Havo o'rtacha 18-20 gradus bo'ladi. Mana shunaqa bolalar o'ynaydigan maydonchalar ham bor. Mana bu daraxt zo'r gullabdi. Aynan Kaliforniyaning Tinch okeanga yaqin tarafda mana shunaqa sekvoy daraxtlari ko'p o'sadi. Mana bunaqa tennis kortlari ham bor. Ishim haqida ham mana shunaqa qisqacha video qilib chiqaraman. Nasib bo'lsa tez orada.